Tuhmat. Eshik qo'ng'irog'i jiringlashidan Nozima cho'chib tushdi. Bugun erta kelibdimi? Hayron bo'ldi u. Shoshib yo'lakka chiqdi-da, glazokdan mo'raladi. Ammo podyezdda notanish erkak turganini ko'rib ajablandi. Kim? So'radi Nozima hadik bilan. Men, javob qildi erkak. Kimsiz? Zardali ohangda gapirdi juvon. Menga Aziz kerak edi. Erkakning ovozi xotirjam edi. Bu uning uyi shekilli yoki adashdimmi? Aziz akam ishdalar. Nozima glazok orqali erkakka diqqat bilan razm soldi-yu, baribir taniy olmadi. Zarur ishingiz bormidi? Siz uning ayoli bo'lsangiz kerak. Meni tanimaysiz. Anchadan beri Moskvada ishlayotgandim. Kuni kecha keldim. O'rtog'imni ko'rib o'tay deb. Nozima ikkilanib qoldi. Erining qadrdon do'sti safardan kelibdi. Ancha yillardan beri ko'rishmagan ekan. Uni mehmonday kutib olishi kerakmi yoki nomahram deb erim kelganda keling deb qaytarib yuborsinmi? Qachon keladi? Juvon hali bir to'xtamga kelmay so'radi erkak. Juda sog'ingandim, bugun ko'risha qolaylik deb. Nozima ortiq o'ylanib o'tirmay eshikni ochdi. Ostonada turgan xushsurat, gavdali erkakka bir zum tikilib qoldi. Erkak ham undan ko'zlarini uzmasdi. Nigohi juda o'tkir ekan, o'yladi juvon. So'ng jilmayibgina salom berdi. Keling, yaxshi keldingizmi? Uychilar hammalari yaxshi yurishibdimi? Ismi Fikrat, balki Aziz men haqimda gapirgandir. U javob kutgandek juvonga tikildi. Chindan ham Aziz Fikrat degan do'sti Moskvada ishlayotgani, ancha yillardan beri ko'risha olmayotganlarini ko'p takrorlardi. Ba'zan men ham o'sha yoqlarga ketib qolsammikin, balki o'sha yerda omadim kulib qolar deb hazillashardi. Nozima ham bo'sh kelmas, bizdan ko'ra do'stingiz afzal bo'lsa, mayli keta qoling, zorimiz bor u zo'rimiz yo'q deb kulardi. Ha, siz to'g'ringizda ko'p gapirganlar, tasdiqladi Nozima. Ular ham sizni rosa sog'inganlar. Yarim soatlarda kelib qolishlari kerak. Ichkariga kiring. Yo'q, noqulay. Fikrat til uchida rad qilarkan zimdan juvonning har bir harakatini kuzatardi. Kiravering, hozir kelib qoladilar. Kelib ko'rishmay ketganingizni eshitsalar, xafa bo'lsalar kerak. Fikrat uyalgan kabi asta ichkariga qadam qo'ydi-da, qo'lidagi ikkita og'ir paketni juvonga tutqazdi. Nozima uni zalga boshlab kirdi-da, dasturxon yozishga kirishib ketdi. Eng aziz mehmonlar kelganda qo'yadigan noz-ne'matlarni ham qo'ydi. Soat 6ga yaqinlashib qolganini ko'rib Fikratga dedi. Men bog'chaga borib kelishim kerak. O'zingiz o'tirib turing, maylimi? Fikratga juvonning hijolat bilan nozli jilmayishi shu qadar yoqdiki, tirjayishdan o'zini zo'rg'a tiydi. Mayli, bemalol borib kelavering. Balki Aziz ham ungacha kelib qolar. Ha, Nozima o'g'lining bog'cha opasi kechagina tug'ilgan kunga yig'yapmiz deb so'ragan pulni olishni ham unutib, ko'chaga otildi. Yo'l-yo'lakay erimning do'stini uyga kirgizib to'g'ri ish qildimmi, yo'qmi deb o'ziga 1000 marta savol berdi. 1000 marta bir to'xtamga keldi. Shuncha yildan beri ko'rishmagan do'stini uyga kirgizganimga jahli chiqmasa kerak, lekin hozir bolamni tezroq bog'chadan olib uyga borishim zarur. Aks holda shoshib ichkariga kirgan Nozima mehmonning joyida o'tirganini ko'rib xotirjam tortdi. O'g'li Alisher yugurib uning oldiga kirdi. "Iye, ota-o'g'il qalaysan?" Fikrat bolani ko'tarib erkalashga tushdi. "Bilasanmi, senga Moskvadan zo'r shokoladlar olib keldim. Shokoladni yaxshi ko'rasanmi?" "Judayam. Meni ham qizim yaxshi ko'radi. Hamma bolalar sevsa kerak o'zi shirinlikni." Fikrat gapiga tasdiq kutgandek Nozimaga qaradi. "Siz ham yaxshi ko'rasizmi?" "Menmi?" Juvon negadir iymanib boshini sarak-sarak qildi. "Siz Moskvaning shokoladlarini yeng, albatta sevib qolasiz." Fikratning ko'zlarida g'alati o't chaqnagandek bo'ldi. "Bunga ishonchim komil." Nozima oshxonaga o'tib ketmoqchi edi, eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Ayol darrov tanidi, eri. U quvongancha eshikni ochdi. Xato qilmabdi. Ostonada iljayib turgan Azizning ichkariga qadam qo'yishi bilan peshonasi tirishdi. "Kim keldi?" degandek xotiniga qaradi. Nozima yelka qisib, "Kirsangiz bilasiz", dedi pichirlab. Zaldan avval o'g'li Alisher, so'ng Fikrat chiqdi. Do'stini ko'rib Azizning og'zi qulog'iga yetgudek bo'ldi. "O, kimni ko'ryapman?" deya o'rtog'i bilan quchoqlashib ko'risha ketdi. "Seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, namuncha sog'intirib qo'yding odamni. O'sha yoqlarda qolib ketasanmi deb yurgandim. Yaxshi, yurtingni, do'stlaringni unutmabsan. Qiziqmisan, Azizginam?" Fikrat yer ostidan Nozimaga qaradi. "Bu yerdagilarni unutib bo'larkanmi? Unutiladigan odamlar bilan qadrdon bo'lmaymiz biz." Ikki do'st ichkariga kirib ketishgancha yarim kechagacha ulfatchilik qilishdi. Nozima palov damladi.
gazaklar qo'ydi. Xullas, erining qadrdon do'stini qo'lidan kelgancha yaxshi kutishga urindi. Ketar chog'i Fikratning kayfi ancha taroq bo'lib qolgan. Azizning bo'yniga osilgancha nuqul "Sen menga juda ham keraksan, Aziz, u yoqlarda yurak bag'rim qon bo'lib ketdi. Hatto qizim meni taniy olmadi kelganimda", deb rosa vaysadi. Uning bu ahvolini ko'rib Nozimaning ensasi qotdi. "Ko'tara olmasang nima qilarding ichib?" Nihoyat Fikrat ketdi. Juvon negadir yengil nafas oldi. Erining do'sti unga garchi xushsurat kelishgan bo'lsa-da, unchalik yoqinqiramagandi. Dasturxon yig'ishtirishga kirgan Nozima Azizning divanga yonboshlagancha xurrak ota boshlaganini ko'rib, birpas jim turib qoldi. Keyin sekin erining yelkasidan turtdi. "Kirib joyingizga yoting, bo'ling, bu yerda uxlamang." "Uxlasam nima bo'pti?" ko'zini yarim ochgancha shivirladi Aziz. "Yaxshi emas. Turing tez. Bu qanaqasi?" Obbo, Aziz uf tortib o'rnidan turdi-da, so'ng yana o'tirib oldi. "Odamni hech o'z holiga qo'ymaysan-da. Bu yerda yotdim nima-yu, u yerda yotdim nima? O'rtog'im senga yoqdimi?" Erining to'satdan bergan savoli Nozimani hayratga soldi. Taajjub bilan Azizga qaradi. "Bu nima deganingiz?" "Nima debman? O'rtog'im senga ma'qul keldimi deyapman. Zo'r yigit, to'g'rimi? Uddaburon, shuncha yildan beri begona joyda, begonalar orasida non topish oson kechmagandir." Fikrat o'zi azaldan epchil, aqlli bola edi. U bilan bir sinfda o'qiganmiz. Ko'pincha yozma insholarni undan ko'chirardim. "Nima, o'zingiz yozolmasmidingiz?" Ensasi qotdi Nozimaning. "Yozardim-u, unga o'xshab chiroyli to'qiy olmasdim-da. Insholarim juda oddiy chiqardi. So'z boyligim tuzuk emasdi." "Hozir ham o'zgarmagansiz." Nozima erining gaplarini zo'rg'a eshitardi. "To'g'ri, o'zgarmaganman", kuldi Aziz. "Lekin Fikratga so'zamonligi, epchilligi yordam bergan bo'lsa kerak." "Uf, namuncha maqtadingiz shu o'rtog'ingizni", g'ashi kelayotganini ortiq yashira olmadi Nozima. "Bo'ldi-da, indamasam uni farishtaga chiqarib qo'ymoqchimisiz?" "Men senga uni farishta deganim yo'q." Xotinining nima sababdan tajang bo'layotganini tushuna olmasdi Aziz. "Shunchaki ta'rifini keltiryapman xolos. Sen u haqda hech nima bilmaysan-ku, uncha-buncha bilib olgin deyapman-da. Shunga darrov jahling chiqdimi?" "Chiqadi-da", burnini jiyirdi juvon. "Juda g'alati ekan o'rtog'ingiz. Shuncha ichish shartmidi? Tushunsang-chi, necha yildan beri endi ko'rishdik. Shunday kunda ichmasak qachon ichamiz?" Boring-e." Nozima tez-tez harakat qilib dasturxonni yig'ishga tushib ketdi. Nozima bu voqeani unutib yuborishi mumkin edi, ammo Fikratning tez-tez qo'ng'iroq qilaverishi, hadeganda Azizni so'roqlab uyiga kelishi bunga yo'l qo'ymadi. Qadrdonlik shu darajaga borib yetdiki, Fikrat ularnikiga har hafta kelib palov yeydigan, do'sti bilan otamlashib ketadigan bo'ldi. Uning serqatnov bo'lib qolgani Nozimaga xush kelmasdi-yu, hech nima deya olmasdi. Eriga bir marta shu haqda aytgandi, koyib berdi. "Qiziq-sana, senga qolsa uyga hech kim kelmasa. Bunaqada odamgarchilikdan chiqib qolamiz-ku. Do'stim bo'lgach keladi-da, yo sendan ruxsat olishim kerakmidi?" Bu gapdan so'ng Nozima Fikrat to'g'risida iloji boricha og'iz ochmaydigan, tashrif va qo'ng'iroqlariga e'tibor bermaslikka urinadigan bo'ldi. Biroq shunisi shubhali ediki, Fikrat ko'pincha Aziz uyda yo'qligida qo'ng'iroq qilar, kelganda ham Aziz ishdaligida kelardi. Bu esa har qanday ayol ko'nglida shubha uyg'otishi tayin. Bir marta mayli, yanglishishi bilmasligi mumkin, ammo Aziz akamning ish jadvalini shu paytgacha bilib olgan bo'lishi kerak. Nega unda hadeb meni bezovta qilaveradi, o'ylardi Nozima ensasi qotib. Ko'nglida biror g'arazli niyati yo'qmi ishqilib? Erim uni juda yaxshi ko'radi. Ular qadrdon do'st, lekin erkaklarga ishonib bo'lmaydi. Nozima shubhalarini sezdirmaslikka, ularga ishonmaslikka tirishardi. Lekin baribir bu shubhalarning tagida asos borligi aniq edi. Fikratning tashrif va qo'ng'iroqlariga amallab bahona topish mumkindir, ammo qarashlaridagi ehtirosni, o'tli ifodani boshqacha izohlab bo'lmasdi. Bir kun shunday bo'ldi. Nozima guruch tozalab oshxonada o'tirgandi. Telefon jiringlab qoldi. Ayol shoshilib go'shakni oldi. Alo, kim bu?" "Nozimaxon." Nozima Fikratning ovozini darrov tanidi. Uf deb yuborishdan arang tiydi o'zini. Yaxshimisiz?" dedi ensasi qotib. So'ng shoshib qo'shib qo'ydi. "Aziz akam uyda yo'qlar." "Bilaman." Fikrat birpas jim turdi-da, keyin shivirlagudek past ovozda dedi. "Men Aziz bilan emas, siz bilan gaplashib olmoqchi edim." "Men bilan? Nimani?" ajablandi Nozima.
juda zarur. Fikratning hayajonlanayotgani ovozidan yaqqol sezilardi. Iltimos, tushunmayapman. Nozimaning yuragi shig'irlab ketdi. Endi aytadi shekilli dardini degan xayolda qattiqroq turishga ahd qildi. Mening vaqtim yo'q, hozir chiqib ketmoqchi edim. Oyimni ko'rib kelishim kerak. Birpas shoshmang, men uyingiz yonida turibman, shoshib gapirdi Fikrat. Aytaman u ketaman, ko'p vaqtingizni olmayman. Nozima so'z aytishga ulgurmadi. Fikrat go'shakni qo'yib qo'ydi. Ayolning yurak urishi tezlashdi. Nima gapi bo'lishi mumkin menda? 5 daqiqalardan so'ng eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Nozima glazokdan mo'raladi. Podyezdda Fikrat turardi. Juvon nima qilarini bilmay qoldi. Eshikni ochsinmi yoki, lekin u uydaligini biladi-ku. Nozimaxon, iltimos, uydaligingizni bilaman, past ovozda gapirdi Fikrat eshikka yopishib. Bir og'iz gapim bor xolos. Aytdim-ku, vaqtingizni olmayman. Men ketishim kerak. Nega mendan qo'rqasiz, Nozima? Sizga yomonlik qilish niyatim yo'q. Shuncha kun ko'rib, nahotki qanaqaligimni bilib olmagan bo'lsangiz, gapimni aytib olay, ma'qul kelmasa ana keyin eshigingizni yopib qo'ying. Nozima noiloj eshikni ochdi. Fikrat darrov ichkariga suqilib kirib oldi. Nozimaxon, u bo'g'ilib gapirdi. Men sizga bir gapni aytishim kerak. Erkak shunday deya ayolga juda yaqin keldi. Sizni ko'rgandan beri hushimni yo'qotdim. Ilgari hech kimga bunchalik bog'lanib qolmagandim. Siz yuragimni yondirdingiz. O'zingiz ham sezgandirsiz. Erkakning issiq nafasi ayolning dimog'iga urilib, nafasi qaytib ketdi. Avvaliga nima bo'layotganini idrok etolmadi-yu, keyin jahl bilan qattiq itarib yubordi. Ablah, meni kim deb o'ylayapsizmi? Uyalmaysizmi deb baqirdi. Jonim, Fikrat ayolga yopisha ketdi. Men seni sevaman. Nega tushunmaysan? Senga borimni bag'ishlamoqchiman. Istasang zarga ko'mib tashlayman. Ering senga shu paytgacha nima qilib berdi? Kuning ovqat qilish va kir yuvish bilan o'tadi. Shu ham hayotmi? Umr odamga bir marta beriladi. Shuning uchun men ham yoqtirgan ayolim bilan yashashni xohlayman. Xotinimdan ko'nglim qolgan allaqachon. Fikrat ayolning belidan ushlab bag'riga tortdi-da o'pishga urindi. Lekin Nozima yo'l qo'ymadi. Qattiq siltanib uning bag'ridan chiqib ketdi. Seni erimning do'sti deb siylasam, hali shunaqa iflos niyating bormidi? Bilganimda kelgan kuningyoq haydab solgan bo'lardim. Yaramas, Aziz akamning oq ko'ngilliligidan foydalanib meni yo'ldan urmoqchimisan? Urib bo'psan. Axir meni zo'rlamoqchimasman, yuragimni bag'ishlamoqchiman senga, dedi Fikrat oppoq tishlarini yaltiratib tirjayarkan. Sevgimni izhor qilyapman senga. Menga sening sevging kerakmas, qichqirdi Nozima jazavaga tushib. Ayni damda g'azabdan butun vujudi titrardi. Boshimda erim bor, uni yaxshi ko'raman. Birovning jufti halolini yo'ldan urishga uyalmaysanmi, xotinboz? Nozima uning yana yaqinlashmoqchi bo'layotganini ko'rib dag'dag'a qildi. Agar yaqinlashsang, hozir baqiraman-da hamma qo'shnilarni yig'ib chiqaman. Rosa sharmandangni chiqaraman. Tushundingmi? Tezroq yo'qol. Fikratning rangi oqardi. Ayolga g'azab, alam bilan tikilib turdi-da, tishlarini g'ijirlatib dedi. Buni shunday qoldirmayman. Hali meni rad qilganing uchun pushaymon yediraman, ko'rasan. Nozima u chiqib ketishi bilan eshikni tezda qulflab oldi-da, polga o'tirib qoldi. Oyoq qo'llari dir-dir titrar, vujudidan mador qochgandi. U bir kunmas bir kun shunday xunuk voqea yuz berishini tusmollab yurgandi. Ammo bu darajada xunuk manzarani ko'z oldiga keltirmagandi. Ayol hozir nafaqat Fikratdan, o'z-o'zidan ham jirkanayotgandi. Hali hech bir erkak unga bunday muomala qilmagandi. Bu axir hayvonlarga xos. O'z do'stining xotiniga ko'z olaytirishgacha bordi-ya. Bir soatlardan so'ng Aziz ishdan keldi. Bu paytda Nozima ozmi ko'pmi o'ziga kelgan, ammo rangi hamon oppoq edi. Bo'lgan voqeani eriga aytish-aytmaslikni bilmasdi. Aytay desa janjal ko'tarilishidan, erining Fikratni achchiq ustida bir balo qilib qo'yishidan qo'rqadi. Aytmay desa kasalni yashirgani bilan isitmasi oshkor etadi. Nozima eriga hammasini aytib berishga ko'p marta chog'landi, biroq qanday aytishni bila olmadi. O'sha kecha ham, ertasiga ham, undan keyin ham. Ammo Fikrat hammasini aytdi. Faqat teskarisiga aylantirib gapirib berdi barini Azizga. Xotining menga jazman bo'lishni taklif qildi, dedi. Bu yangilik Azizni shunday holatga tushirdiki, tasvirlashga qalam ojiz. O'sha paytda u xotinini bo'g'ib qo'yishga ham tayyor edi. Uyga qaytgan Azizning vajohatidan qo'rquvlik edi. Nozima dahshatli voqea yuz berganini darrov sezdi.
Bunday paytlarda sababini so'ramay qo'ya qolgan ma'qulligini bilardi, ammo chidolmadi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Qilg'iliqni qilib, yana nima bo'lganini so'raysanmi, iflos, o'kirdi Aziz. Ayni damda u yumshoq, muloyim, bosiq yigit emas, balki jazavaga tushgan qasoskor erga aylangandi. Fikratni senga maqtaganimda unga osilgin demagandim. Jonajon o'rtog'imga jazman bo'lishni istab qoldingmi, suyug'oyoq? Senga o'zi nima yetmayapti? Nima? Nozima qanday voqea yuz berganini endi idrok eta boshladi. Demak, o'sha ablah bor gapning aksini aytib beribdi-da. Yaramas. Aziz aka, o'rtog'ingiz yolg'on gapiribdi. Men hech qachon unga bunaqa nazar bilan qaramaganman. Axir siz yonimda bo'lsangiz menga boshqa erkakning nima keragi bor? Siz bilan yaxshi yashayapman. Men baxtliman. Boshqa narsa kerak emas menga, ishoning. Aziz xotiniga bir lahza tikilib turdi-da, g'azab, alam bilan dedi. Ket. Endi sen bilan yasha olmayman. Ket. Aziz aka, axir mening gunohim nima? Nozima o'krab yig'lab yubordi. O'sha ablahning gapiga ishonib, uning gapi haqiqat u meniki yolg'on ekanda. Aziz xotinining gaplarini eshitishni istamasdi. Aniqrog'i, uning rost gapirayotganiga ishona olmasdi. Fikrat haqiqatni aytganiga shubha qilmasdi. Ket. Yo'qol dedim senga, baqirdi u devorni mushtlab. Xiyonatkor xotin bilan yasha olmayman. To'rt tomoning qibla. Qayoqqa borsang boraver. Aziz shaxt bilan zalga kirib ketdi-da, qaytib chiqib dedi. Bir soatdan keyin uyda qorangni ko'rmay, bo'lmasa bir balo qilib qo'yaman. Eri chiqib ketgandan so'ng Nozima anchagacha o'zini bosolmay yig'lab o'tirdi. Keyin taqdirning bu ishiga ham ko'nib, eng zarur kiyimlarini yig'ishtirdi-da, ota uyiga otlandi. Yo'l-yo'lakay bog'chadan o'g'lini ham oldi. Uyga bir ahvolda kirib borgan Nozima onasining savolomuz nigohini sezsa ham bo'lgan voqeani aytishni istamadi. Faqat 1-2 kun shu yerda turib turamiz dedi. Ona qizining ko'zlaridan noxush voqea yuz berganini sezsa-da, ortiqcha savol bermadi. Oradan 3 kun o'tdi. Nozima bu vaqt davomida oilasining taqdiri endi qanday kechishi to'g'risida ko'p o'yladi. Fikrat, uning ablahona qilmishi, erining ayblovlarini ham rosa mushohada qildi. U o'zini xo'rlangan sezar, ko'nglini alam buluti qoplagan, boshini qaysi devorga urishni bilmasdi. Fikratning yoniga borib tuhmat qilganini tan olishga majbur qilay desa, u ablahning rost gapirishiga ko'zi yetmasdi. Eriga yolvoray desa, baribir endi uning sadoqatiga ishonmaydi. Agar birga yashay boshlashsa ham shubha qilaveradi. Gumon ikkovlarining qalbini yemirib yuboradi. Unda hayot zaharga aylanadi-ku. Kunlar o'taverdi. Azizdan darak yo'q edi. U faqat bir marta qo'ng'iroq qilib o'g'li bilan gaplashdi xolos. Ko'p o'tmay Nozima uning ajralish uchun ariza berganidan xabar topdi. Bu gap uni butkul dovdiratib qo'ydi. U shunday bo'lishini tusmonlardi-yu, yuragining tubida hali baxtli yashab ketishlariga umid qilardi. Nozima ota-ona uyida o'zini juda baxtsiz sezardi. Ayniqsa o'g'lining nega dadam bilan yashamayapmiz, bir-birlaringizni yomon ko'rib qoldinglarmi kabi savollariga javob berishi qiyin edi. U taqdiridan shu qadar ranjigandiki, shu qadar ozorlangandiki, toptalgan sha'ni uchun qasos olishga tayyor edi. Nishonda esa albatta Fikrat turardi. Nozima bu fikrga qachon kelganini o'zi ham bilmasdi. Ammo bu borada uzoq mulohaza yuritishni istamadi. Ko'ngli, g'ururi undan shu ishni bajarishni talab qilayotgandi. Shunday bo'lsa ham u eri bilan yana bir bor gaplashib ko'rishga ahd qildi. Erinikiga borgan Nozima ostonada eshik qo'ng'irog'ini chalib uzoq turdi. Nihoyat eshik ochildi. Ayol ne ko'z bilan ko'rsinki, uni qarshi olgan Fikrat edi. O'sha ablah. Nozimaning ko'zi g'azabdan chaqchaydi. "Iye, keling", dedi Fikrat ko'zlari suzilib. "Xush ko'rdik, nechuk biz g'ariblarni yo'qlab qolibsiz." Nozima uni itarib tashladi-da, ichkariga qadam qo'ydi. "Men erimning oldiga keldim. Seni ko'rishga toqatim yo'q." "Tinchlikmi? Nima gap?" Ichkaridan yoqavayron, ko'ylagi g'ijim bo'lib ketgan Aziz chiqdi. Xotinini ko'rib peshonasi tirishdi. Ko'zlari g'azabdan chaqchaydi. "Nimaga kelding, suyug'oyoq? Sen bilan ajrashyapman. Endi xohlagan erkagingga osilib yuraverasan. Tushundingmi?" Aziz shirakayf bo'lib nima deyayotganini yaxshi anglamasdi. "Bor, yo'qol." "Yo'q, men hech qayoqqa yo'qolmayman", dedi ayol qat'iy. "Oldin bu masalani hal qilib olamiz. Kim haq, kim nohaq, buni aniqlash kerak.
tuhmatchi aybini tan olishi shart. Fikratning rangi o'zgardi, ammo o'zini tutib hiringladi. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Biz rost gapirib tuhmatchiga chiqib qoldik. Nozima uning gaplariga parvo qilmay oshxonaga o'tdi. Ikki erkak uning izidan yurdi. Ayol ularga qaramay shkafdagi tortmadan eng o'tkir, eng katta pichoqni chiqardi. Uning ko'zi qonga to'lgandi. Shu topda sha'nini himoya qilishga ahd qilgan ayolning jasorati bor edi unda. U eridan ancha berida, o'ziga yaqinroq turgan Fikratga pichoqni o'qtaldi. Ablah, agar hozir haqiqatni tan olmasang seni o'ldiraman. Ont ichaman, o'ldiraman, baqirdi u. Bekorga baxtimni barbod qilgandan ko'ra, senday xotinbozni o'ldirib qamoqda o'tirganim yaxshi. Bitta ablah kamayadi. Biqiniga pichoq qadalganini sezgan Fikratning ko'zlari olayib ketdi. Najot kutgandek Azizga qaradi. Erimga bor gapni aytib bermasang, hoziroq joningni olaman, ablah. Nozima o'zida tugab bitmas kuch his qila boshladi. Sen o'zing menga shilqimlik qilganingni rad etganimdan so'ng shu tuhmatni o'ylab topganingni tan ol. Aziz voqeaning davomini kutganday jim turardi. Fikrat noiloj qoldi. Ayolning hazillashmayotganini tushundi. Ha, men yolg'on gapirdim, dedi u zo'rg'a. Ko'rdingizmi, shu tuhmatchi ablah xotinbozning gapiga ishonib menga nimalar demadingiz-a? Nozima ko'zida yosh bilan eriga qaradi. Fikrat fursatdan foydalanib tashqariga otildi. Aziz uning ketidan yugurdi, ammo oyoqlari chalkashib yiqilib tushdi. Boshi polga qattiq tegib, peshonasi yorildi. U xotiniga aybdorona qaradi. Ko'rdingizmi? Ayollarni xo'rlaganlar, ularni ayblaganlar, ularga tuhmat qilganlar albatta jazosini oladi, dedi Nozima iztirob bilan.